eri bilan munosabati sovuqlashib ketgan. Eri chet elga ketib ishlaydi, yaxshi muomala qilmaydi, muloqot yo'q. Bitta farzand tug'gan ayol uyda ko'p zerikadi. Ichimda jismoniy ehtiyojim bor erim bilan muloqot qilishga, lekin u yo'q o'zi. Shuni hisobiga ichim yonadi deydi. Xiyonat qilib qo'ygim keladi, chunki atrofda juda ko'p erkaklar gap otadi. Gaplashib, surishtirib, nima qilinganda aniqlanadiki, bolaligida qarindosh urug'larnikiga borgan vaqtlarda shu amakivachchalari, amakilari, qarangda bittasida shunaqa holat bo'lyapti. Jinsiy tegajonlik ko'p bo'lgan. U yog'idan, bu yog'idan ushlashgan. Endi u bola bo'lgan, bolaligida yoqishni boshlagan. Uyda ota-onasidan ko'rmaganda, hech qanaqa mehrni, o'sha silab siypalab erkalash ko'rmagan. Chunki ota-onasini o'zi ham o'zaro bir-biri bilan chiqisha olmaydi. Kunda kunora janjal. Xotirjam qilish kerak, bosish kerak bolani. Silash kerak. Sen xotirami, siqilma, yaxshi bo'ladi deb erkalab turish kerak-da. Ko'nglini xotirjam qilish kerak ota-ona. Urushgandan so'ng, keyin qaqqadir mehmonga borganda, kimdir unga mana shunaqa tegsa, u o'sha ota-onasi berish kerak bo'lgan xotirjamlikni his qilishni boshlaydi boshqa pedofillarning qo'lida. Keyin katta bo'lyapti. Bo'ldi, pedofillar atrofida yo'q ketdi. Katta bo'lib yerga tegyapti. Er ham shunaqa e'tibor bermaydi. Vaqti yo'q, qo'rs. Bir eshitadi kompliment o'ziga nisbatan, keyin eshitadi yaxshi gaplarni. Aqli bilan tushunyapti, mumkin emas. Eriga xiyonat qilish noto'g'riligini anglab yetyapti. Lekin o'sha qizga qaysidir o'sha yigit ushab qo'ysa, bo'ldi, haligi qiz bolaligidagi falaj holat bor-ku, o'sha tegajonlik qilishgan. O'sha holatga tushib qoladi-da, qarshilik ko'rsatila olmay qo'yadi. O'sha ichidagi og'riq bilan birga surunkali, tushunarsiz bosim sezilishi boshlaydi. Shuning uchun xiyonat qilib qo'yadi.